Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan Python dasturlashtiruvida parol generatori konsol dasturini yasab ko'ramiz. Xo'p. Quyidagi ekranda ko'rishingiz mumkin. Bu qanday ishlaydi? Bizda parol generatori, ya'ni bizda generatsiya qilib beradi. Bizda so'raydi, nechta harf qatnashsin? Ya'ni bizning parolimizda nechta harf qatnashini yozishimiz kerak. Misol uchun 10 ta harf. Nechta son qatnashsin? 5 ta yoki 4 ta son. Nechta belgi qatnashsin? 3 ta belgi qatnashsin va enter tugmachasini bossak, bizga ko'rishimiz mumkin. Mana natijaviy parol yasab beradi. Ya'ni o'sha ro'yxatda o'tayotganda talab qiladigan barcha talablarga javob beradigan katta harf, kichkina harf, son, belgi qatnashgan va murakkab bo'lgan parol generatsiya qilib beradi. Shu dasturda bugun sizlar bilan birgalikda yasashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz yangi proyekt yaratib olamiz. Xo'p, proyektimizga main faylimizni yaratib olamiz. Hop, bizda main faylimiz yaratildi. Endi hop, bizda sonlar parolimizda qatnashishi kerak, harflar, katta kichik harf, son va belgilar qatnashishi kerak. Xuddi shu narsalarni list ko'rinishida yasab olishimiz kerak bo'ladi. Bu tayyor bor. Bekka qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin. Bizda letters va shu letters listida ingliz tili alifbosidagi barcha kichkina harflar va davomini ko'rsak, bu yerda katta harflar ham mavjud. Barchasi yozib chiqilgan. Numbers listida 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar keltirilgan va symbols listida belgilar bor. Shu uchala listdan foydalanib turib, biz o'zimizga kerakli parolni generatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak kod yozishni boshlaymiz. Birinchi sodda ko'rinishdan boshlaymiz. Sodda ko'rinish qanday bo'ladi? Bizda parol degan bitta bo'sh string o'zgaruvchi e'lon qilib olamiz. Ya'ni keyinchalik biz shu parolimizni harf, son va belgilar bilan to'ldirishni boshlaymiz. Endi demak bizga kerak bo'ladi, random funksiyasi kerak bo'ladi. Random funksiyasini yuqorida biz import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Random xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Hop, randomni import qilib oldik va keyingi ishimiz biz hop shu harflarning ichidan foydalanuvchi nechta kirishini so'rash kerak. Hop, demak harf, ya'ni nechta harf qatnashsin, nechta son qatnashsin va nechta belgi qatnashsin deb bizdan so'rash kerak bo'ladi. Xuddi shu narsalarni yaratib olamiz. Harf soni degan o'zgaruvchi olamizda va harf soniga int yozishimning sababi foydalanuvchi son kiritganda u string tipida bo'ladi. Shuni int tipiga o'zgartirib olamiz. Ya'ni integerga, butun son qiymatiga. Input so'raymiz. Parolda nechta harf qatnashsin? Hop. Keyingisi son. Soni deylik. Int input parolda nechta son qatnashsin? To'g'ri raqam desak, sal mantiqliroq bo'ladi. Raqam son. Nechta raqam qatnashsin? Hop, keyingisi belgi. Belgi soni. Buni ham intga aylantiramiz. Input parolda nechta belgi
qatnashsin. Hop, bizda tayyor. Endi keyingi qiladigan ishimiz sonlarni aniqlab oldik. Endi xuddi shu son bo'yicha biz harf, sonni va belgini olishimiz kerak bo'ladi. Hop, birinchi qiladigan ishimiz sikl ochamiz. Sikl son. Hop. In range, ya'ni kengligi birdan degan bizga hozir harf sonini kiritadi. Misol uchun 4 ta harf kiritsa, shu 4 siklimiz 4 ta qadamdan iborat bo'lishi kerak. Shu 4 ta qadamda parol o'zgaruvchimizga parolimizga 4 ta qadamda har safar har xil harflardan birini tanlab qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, shunda biz mana uni 0 dan boshlasak va harf sonigacha 2 nuqta qo'yamiz va pastdan parol plus teng. Endi shu yerda random funksiyasi ishlaydi. Randomning ichida choice degan funksiyasi bor. Shu choice yordamida letters. Choicening vazifasi berilgan listning ichidan ixtiyoriy bitta belgini elementni chaqirib olish. Ya'ni o'zi ixtiyoriy random ravishda tanlab beradi. Shu choicening vazifasi. Hop, buni natijasini tekshirib ko'ramiz. Nima chiqadi? Bizda parolimiz. Parolni bizga ko'rsat. Hop, ishlatib ko'ramiz. Parolda nechta harf qatnashsin? 6 ta. Raqam 4 ta, 2 ta. Bizda 6 ta harfni chiqarib beryapti. Demak, o'rnimiz ishlayapti. Keyingisini davom etamiz. Xuddi shunaqa forda har biri uchun alohida yaratib olamiz. Ya'ni bu harf uchun raqam uchun alohida raqam. Endi bu raqamning ichidan tanlash kerak. Numbers. Va keyingisi belgilar uchun alohida belgi soni va bu belgilarning ichidan tanlash kerak. Ya'ni symbols ichidan tanlash kerak. Hop, va parolimizga qo'shib ketaveradi. Endi natijani ko'rsak, parolda nechta harf qatnashsin? Chekni kattalashtiraman. Parolimizda 6 ta harf, 4 ta raqam, 2 ta belgi bo'lsin. Mana ko'rishimiz mumkin, bizga boshida 6 ta harf va undan keyin 4 ta raqam va 2 ta belgini chiqarib beryapti. Hop, dasturimiz ishlayapti, ya'ni boshlang'ich qiymatda ishlayapti. Hop, dasturimizda bitta kamchiligi, biz hozir harf, raqam, belgi berganimizda ularni ketma-ket ravishda chiqarib beryapti. Har safar buni ketma-ket ravishda chiqarib beradi. Endi bizga shuni random ravishda, ya'ni o'rnlarini almashtirib chiqarish kerak. Son, harf, belgilar oralariga aralashib ketgan tarzda ko'rinish kerak bo'ladi. Hop, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun endi biz parol degan nimadan foydalanamiz? Stringdan. Hop, buning uchun bizga parolni o'rnida endi bo'sh list kerak bo'ladi. Bo'sh listga mana ular kommentga qo'yaman, tursin. Alohida for ochaman, in range. Hop, 0 dan harf sonigacha. Hop, endi parolimiz endi bizda list, string emas, list. Append qilamiz. Ya'ni append shu listning ichiga element qo'shish. Append random choice letters. Hop, letters ichidan ixtiyoriy harflarni tanlaydi va parol listimizga qo'shib ketadi. Endi xuddi shundan takrorlayman qolganlari uchun ham. Hop, harf soni bor. Bizda keyingisi raqam soni.
va bu numbers'ni ichidan tanlash kerak. Keyingisi belgi soni va bu symbolslarni ichidan tanlash kerak. Hop. Endi bizda list sifatida saqlanib ketyapti. Endi buni boshqatdan ishga tushirib ko'raman va natijasi ko'raman. Parolda 6 harf, 5 ta raqam, 3 ta belgi. Ko'rishimiz mumkin. Biz xohlagan narsani chiqarib beryapti, lekin list ko'rinishida chiqarib beryapti va o'rni ham ketma-ket tarzda. Hop, endi keyingi jarayonda nima qilaman? Keyingi jarayonda bizda shuffle degan funksiya bor. Ya'ni u randomni ichidagi bir funksiya. Shufflening vazifasi listlarni o'rnini ixtiyoriy ravishda almashtirib beradi. Hop. Bu qanday ishlaydi? Random shuffle va shufflening ichida listimizning nomini beramiz. Hop, parol. Parol. Shuni parol list desam ham to'g'ri bo'ladi menimcha. Parol list. Ya'ni parollarning listi. Parol list. Bu ham parol list. Bu ham parol list. Bu ham parol list. Hop, shuffle qilgan holatda ko'ramiz. Shuffle qilmasdan oldingi holatini va shuffle qilgandagi holatini bir tekshirib ko'ramiz. Parol list. Ishga tushiraman. Hop, parolda nechta harf qatnashsin? 6 ta, 4 ta, 2 ta. Hop, birinchi holatda ketma-ketlikda chiqyapti. Demak, ikkinchi holatda ko'rishingiz mumkin. O'rni aralash holatda chiqyapti. Lekin bitta muammo, bu list ko'rinishida chiqyapti. Bizga haqiqiy bitta butun string ko'rinishida chiqishi kerak. Buning uchun endi hop, bu print kerak emas. Pastdan endi bitta parol degan bo'sh string ochaman, ya'ni yuqoridagidek. Hop, cycle ochamiz for belgi int bizda parol listimiz ichida. Parol listimiz ichidagi har bitta belgini o'qib ol va parolimizga buni qo'shib qo'y har safar. Belgini. Demak, bizning stringimizga shu parol listi ichidagi har bitta belgini qo'shib, bizga yangi bitta parol degan belgi chiqarib beradi. Endi natijasini ko'ramiz. Hop, f sizning parolingiz bizda qavs ochib turib parol yozib qo'yamiz va tekshiramiz. Parolda nechta harf qatnashsin? 8 ta harf, 4 ta son va 3 ta belgidan iborat bo'lsin. Sizning parolingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bizga ixtiyoriy bitta aralashgan harf, katta harf, kichkina harf, belgi, son qatnashgan va o'rinlari aralashgan parol yasab beryapti. Va ushbu paroldan biz kerakli joylarda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Savollar bo'lsa izohlarda yozishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar.